Shaytonning hiylalari. Muhiddin Arabiy. Bu rivoyat Muhiddin Arabiyning Shajaratul Kawn nomli asaridan olingandir. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Muaz bin Jabal rivoyat. Fatvolar kanalining 1618-sonli fatvosida Muhiddin ibn Arabiyning Shaytonning hiylalari kitobi haqidagi savolga javob berilibdi. Bu rivoyat Muhiddin ibn Arabiyning Shajaratul Qawm nomli asaridan olingan ekan. Uni Ibn Abbos roziyallohu anhudan Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu rivoyat qilgan ekan. Ushbu rivoyatda shayton bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rtasida bo'lib o'tgan suhbat aks etgan. Shayton payg'ambarimizning barcha savollariga javob beradi va ba'zi joylarini gapini isboti uchun Qur'ondan ba'zi oyatlarni dalil qilib keltiradi. Siz Muhiddin ibn Arabiyni adashganlardan va uning kitoblarini o'qish joiz emas deganingizdan so'ng bizning davramizda qizg'in bahs va munozara boshlangan. Savolim, bu qissadagi gaplarga ishonish mumkinmi yoki yo'qmi? Bismillah va salatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Bu qissa uzun qissa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomiga to'qilingan to'qima hadis hisoblanadi. Rasulullohning nomiga aytilgan yolg'on gap bu. Mavdu hadis deyiladi. Ulamolar buni bitta gapini aytishganki, hatto qasam ichib ham aytgan ba'zi shayxlar, bu Allohga qasam ichib aytamanki, bu Rasulullohning nomiga to'qilingan to'qima gap bu deb. Qissa uzun, ya'ni shayton keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga ruxsat so'raydi, uni shakli bunaqa bo'ladi. Iyagida otni yolidek soqoli bo'ladi. Kallasi tuyani nimasiga o'xshaydi, filni shoxidek tishlari bo'ladi. Keyin Alloh taolo meni yubordi, to'g'risini aytishim kerak ekan, faqat to'g'risini deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan keyin ey la'in, sen bunga nima deysan, bunga nima deysan deb savol javob qiladilar va uzun, ya'ni yomon ko'rgan dushmaning kimsa siz deydi. Keyin kim falonchi, keyin kim falonchi, Umarga nima deysan, Abu Bakrga nima deysan, Usmonga, Aliga nima deysan. Juda ko'p qissa. Bu to'qima gap, hammasi to'qib chiqarilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nomiga to'quvchilar buni to'qib chiqargan. Endi buni hadisni farqiga bormaydigan kishilar minbarlarda turib bu narsalarni aytgan odamlarga. Bir qancha kitoblarda bu narsalar sobit. Kitobda bor bo'lgan narsani hammasi gapirilavermaydi, hammasi sahih bo'lib qolavermaydi. Shuning uchun ham biz Rasulullohning nomidan gapirganimizda albatta bunga e'tibor berishligimiz kerak. To'g'ri xato qilishimiz mumkin, masalan sahih emas narsani sahih deb o'ylab gapirgan bo'lishimiz mumkin, lekin bilgandan keyin bunga tavba qilib qaytishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kim meni nomimga qasddan yolg'on to'qisa, u joyini jahannamdan tanlab olsin. Bu hadis Rasulullohning nomlariga to'qilingan hadislardan hisoblanadi. Shuning uchun ham buni rivoyat qilish harom. Rivoyat qilishlik halol bo'lmaydi, illoki uni o'sha kizib ekanligini, yolg'onligini bildirib qo'yish uchun mana shu ma'noda gap bor, Rasululloh nomiga to'qilingan. Bunga ishonmanglar deb aytish uchun aytiladi bu gaplar. Ammo buni davrani qizitish uchun unday bo'ladi, bunday bo'ladi, shayton kelibdi gapiribdi deb biz rivoyatni shaytondan olmaymiz, biz hidoyatni shaytondan olmaymiz. Alhamdulillah bizning qo'limizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari, Qur'on bor, sunnat bor, sahih sunnat hammasi yetib keldi. Alloh taolo buni asrayman deb va'da bergan va buni uchun Alloh taolo o'zi shunday bir odamlarni chiqardi, o'shalarga kuch-quvvat berdi. Mana shu bilan dinimiz saqlanib qoldi alhamdulillah hozirgacha, bu qiyomat kunigacha din saqlanib qoladi. Dinni saqlash uchun biz yolg'on rivoyatlarga, odamlarni ogohlantirishlik uchun shaytondan rivoyat qilingan bunaqangi narsalarga hech qachon bu narsaga bir suyanishligimiz to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri, bu qissani ichida to'g'ri gaplar ham ko'p. To'g'ri gaplar ko'p, unaqa degan, bunaqa degan deb. Lekin umuman olganda qissa mana shu gap Rasulullohning nomiga to'qilingan qissa yolg'on gap hisoblanadi. Shuning uchun ham bu narsalarga biz ogoh bo'lishimiz kerak. Bundan keyin eshitsak bu narsani ogohlantirish kerak ekanki, bu Rasulullohning nomiga to'qib chiqarilgan narsa. Alhamdulillah Qur'on va sunnada bizga buni o'rnini bosadigan sahih hidoyat biz uchun yetarlicha bor. Yetarlicha bor. Bu albatta bu narsani bilmasak dinimizdan bir narsa kamayib qoldi degan narsaga muhtojligimiz yo'q alhamdulillah. Bo'lib ham bunda noto'g'ri gaplar ham bor. Ichida dinni buzadigan gaplar ham bor.
shuning uchun ham bu qissa to'qima bo'lgandan keyin buni tafsilotiga kirib buni hammasini biz bilishligimiz va u nimaga mana u nima degani mana u nima degani deyishlikka ehtiyojimiz yo'q alhamdulillah. Buni shunda qissaligicha bu narsani tashlab yuboriladigan narsa bo'lib qoladi. Vallohu alam.